soch bordida to'yga bir oy qolganda meni oilam firibgarlikka uchradik. Garov sifatida mulkingizni qo'yishingiz kerak ekan. Uyimizga kirgan adam quchoqlab kutib olganlar. Men pul berganman Shahzodga. Bizani aldab ketishdi. Biz hozir uysiz qolyapmiz. 12 kunga garovga uylarni qo'yinglar degan odamga Shahzod. Hurmatli bo'lgan shaxs ekan. Bu ish uyushtirilib qilinmaganmikan? Real Sanjib Karimov Sanjar menga qarz bermoqchi. Foydalanmasam bo'lmaydi. Pul qo'limizga olmaganmiz notariusda. Yordam beraman dedinglar, mana shu ahvolga qoldik. Mayli bolam, biz sizni o'z o'g'limizdek ko'ramiz deb rozilik berganlar. Bizani o'sha garovga qo'ygan uyimiz $150,000 beribdi. Shahzod ikkita mashinasini kaltini beribdi. Ikkita mashinani bo'ynimizga ilib kim? Qo'l qo'yayotganimizda qog'ozni o'qisak, qog'ozda yozilgan olib sotarli dokumenti. Доказательство bor, qog'ozga o'zingiz podpis qo'yib bergansizlar. Noinsof. Bir kun ichida onam polностью sochlariga oq tushib ketdi-da, $70,000 unaqa olman deb, yana $20,000 ustiga qo'shib berar ekan. Sut odamlar ekan, ko'rdingmi o'g'lim? Qilading uyingga deb so'kib, Handal aka uni ikkinchi odamga sotgan. mendan shuncha pul oldi, menga shuncha qarz deb hamma qo'ng'iroq qilyapti. Yozsanglar yozib yuboringlar, menga farqi yo'q. Nima qilsanglar qilinglar dedi. Hech narsa qila olmaydi, hech narsa. Adam eshitganlaridan keyin insult bo'lib qoldilar. Kechir, teoriya rudada bo'lganman. Nega shuncha dalil isbotlarga qaramasdan bu jinoyat ishiga Sanjar ismli shaxsni qo'shishmadi? Tahriyatimizga tushgan navbatdagi murojaat Toshkent shahridan. Murojaatchi tergovdan norozi. Nimadan norozisiz? Nimadan murojaat qilib keldingiz? Meni ismim Jamilaxon, familiyam Alimbayeva. 2024-yili men va meni oilam firibgarlikka uchradik. Bizani aldab ketishdi. Uyga, yashab turgan uyimizni olib qo'yishdi. Ya'ni qanday bo'ldi? Voqeani aytib bersangiz? 2023-yili boshlaridan Shahzod Rismatov degan bola bilan tanishganman. Menga bir necha marta sovchi jo'natgan. Keyin gaplashib yurganmiz, yaxshi bola deb o'zini ko'rsatardi. O'rta xol oiladan edi. Oilada bitta o'g'il edi. Gaplashganmiz, orada sovchilar kelgan, keyin uydilarim u payt men universitetda o'qirdim, hali qizim yosh, uzatmaymiz deb shu bilan mana 1,5 yil, 2 yil vaqt o'tdi. 2024-yili 15-sentyabrga to'yimizni belgilashdi. Yozda oqo'rar qilishdi bizga. Keyin уже meni uydilarim, men oilada eng kichkina farzandman. Men ota-onam 70 yoshga borib qolgan, pensioner. Shahzodni juda ham yaxshi ko'rishardi. O'zlarini o'g'illaridan ham ko'proq yaxshi ko'rishardi. Meni akam ham bor. Endi bilishardi u nima ish qiladi, o'zimni qanaqa ko'rsatardi. Malika bozorda ishlayman, u yerda har xil telefonlar, texnikalar tarqataman deb ko'rsatardi. Men uydilarim bilan o'sha narsadan pul topadi deb o'ylardik. Keyin Real Sanjib degan odam bor. Ism familiyasi Karimov Sanjar. O'sha odam bilan tanishib, aka-ukadek bo'lib qolishdi. Chunki Shahzod Rismatov Shahzod o'ziga har xil BMW mashinalarni sotib olish boshladi. O'sha paytda unda 5 ta mashina bor edi. 2 ta BMW, bitta Brabus Mers, bitta Zikr, Malibu. O'sha mashinaqa mashinalar haydab yurganiga o'sha Real Sanjib bilan birga poygalar o'ynashardi. Shunaqa yonida Shahzod har xil o'sha boylarni bolasini yig'ib olib, shunaqa o'rtoq qilib qilardi. Menga aytardiki, uni meni akalarim, biz yaqinmiz, bitta biznes qilamiz deb tushuntirardi. To'yimizga 25 kun qolganda, bir oy deylik, kayfiyatsiz yurdi Shahzod. Biz orada zaksga topshirishimiz kerak. Juda ham kayfiyatsiz yuribdi. Nima bo'ldi? Nimaga kayfiyatsizsiz? Kelin ko'yni tanlashimiz kerak.
zagsga vrachlarga o'tishimiz kerak desam, manda pul bilan muammo bo'lyapti deb tushuntirdi. Keyin man adam ham so'radilar uyga kelganimdan keyin, qizim, qachon zagsdan o'tasizlar, qachon doktorlarga borish boshlaysizlar, nimasi bu desam, desalar, keyin men aytdim, ada o'sha Shahzodda qanaqadir muammolar bo'layotgan ekan, shunga gaplashib qo'yasizmi, hech niyati yo'q, to'y masalasi bo'yicha hech tema ochmayapti deb tushuntirganman adamga. Keyin Shahzodni uyga chaqirganlar. Bolam nima bo'lyapti? Uyimizga kirgan, adam quchoqlab kutib olganlar, bolam nima bo'lyapti deb u ham o'tirib, menda o'sha pul bilan muammo bo'lyapti, to'yni menimcha cho'zamiz, atmen qilamiz degan adamga. Adam aytganlar, bolam qanaqasiga cho'zamiz? Men hammadan to'yini yig'ib bo'ldim. Osh qiz tomon osh beradi-ku, oshga уже pul to'lab bo'ldim, оформленияларga pul to'lab qo'ydim deganlar. Keyin yo'q, iloji yo'q. Menda muammo bo'layotgani uchun nimadir qilishim kerak ekan. Adam aytganlar, bolam, mana shuncha mashinangiz bor, soting bitta mashinangizni. Agar pul kerak bo'layotgan bo'lsa biznesingizga, yo'q, sota olmayman. Men BMWni naqd sotsa arzonga ketadi. O'shaning uchun tez srochno sota olmayman deb naq qilgan. Keyin adamga aytgan, men o'sha Real Sanjik, Karimov Sanjar menga qarz bermoqchi. Faqat Sanjari shunaqa pravilasi bor ekan, просто tak qarz bermas ekan. Uni nomiga garov sifatida mulkingizni qo'yishingiz kerak ekan deb aytgan. Keyin uyinglarni qo'ysak maylimi? 12 kunga garovga uyinglarni qo'yinglar degan adamga Shahzod. Keyin adam aytganlar, o'zingizni uyingizchi? Desa, yo'q, meni uyim bilasiz, juda ham qimmat uy. Lunacharskida turardi. Juda ham qimmat uy. Uni qo'ya olmayman, keyin onam ham eshitsalar noto'g'ri tushunarlar. Keyin bolalarning yonida obro'yimni to'kib qo'yishlari mumkin, hammaga qo'ng'iroq qilib degan. Keyin adam aytganlar, "Mayli bolam, erkak kishida hamma narsa bo'ladi. Mayli bolam, endi siz shunaqa qiling. Sizga boshqa siz menga adadek bo'lib qolgansiz" degan Shahzod adamga. Iloji yo'q, naqa qiling, xudo xolisa to'ylarni chiroyli o'tkazamiz degan adamga. Keyin adam qarab, "Mayli bolam, biz sizni o'z o'g'limizdek ko'ramiz" deb rozilik berganlar. Rozilik berganlaridan keyin ertasi kuni Shahzod bilan Shahzodning o'rtog'i yonida yuradigan uyimizga kelib qanaqadir dokumentlar yig'ishgan, suv, gaz, o'sha to'langanlarini. Keyin 7 yoki 6 avgust точно esimda yo'q. Первый notarialniga chaqirishdi, notariusga bizani. Men, adam, onam bordik mashinada. U yerda bizani Shahzod bilan o'sha Shahzodning og'aynisi kutib oldi notariusni. Keyin o'sha Real Sanjik keldi o'zini ishchisi bilan, bitta bola bilan, biza bilan ko'rishdi, qo'li ko'ksida. Umrimizda birinchi marta ko'ryapmiz. Ota-onam tanimaydi ham uni. Men birinchi oldin Instagramda ko'rganman bu bolani. Ko'rishyapti, qo'li ko'ksida, Shahlopa Muhammadamniki. Tanishganimdan xursandman, juda xursand bo'ldim. Bo'lajak kuyovingiga mana shunaqa yordam bermoqchi ekansizlar, xavotir olmanglar. Xudo xolisa 12 kundan keyin yana notariusda ko'rishamiz. Yana uyinglarni o'zingizga оформить qilib beraman. Bu faqat garov sifatida, meni ham to'g'ri tushuninglar. Bu menda shunaqa pravila dedi. Men просто tak pul bermayman dedi. Kirdik. Bunaqaga o'sha o'tirimiz notariusda qo'l qo'yayotganimizda qog'ozni o'qisak, qog'ozda yozilgan olib sotarli dokumenti. Garov sifatida deb yozilmaganda o'sha kupli-продажа dokumentiga adam bilan onam men bir-birimizga qaravomizda, Shahzod qo'yveringlar tezroq, tayyor ekan bunda naqalari dedi. Qog'ozlari tayyor ekan. Уже keyin o'sha biz hayron qolganmiz, nimaga kupli-продажа? Shahzod aytgan, "Yo'q, qo'yveringlar qo'l, tayyor ekzemplar ekanda, o'shaning uchun qo'yveringlar, bo'ldi. Xavotir olmanglar" dedi. Keyin mayli dedikda, qo'l qo'ydik hammamiz. Keyin chiqdilar. Sanjar, xudo xolisa o'sha 12 kundan keyin ko'rishamiz. Baraka topinglar, hoji aka, Shahlopa deb xayrlashib ketdi. Men, adam, onam o'ng tomonga ketdik, mashinaga o'tirib, Shahzodning o'rtog'i, Sanjarning ishchisi chap tomonga ketishdi. Pul qo'limizga olmaganmiz. Notariusda pul ko'rmaganmiz, nech pul, nima qanaqaligini bilmaymiz. Ketdik, yo'lda o'sha hech qachon shu odamning gaplari esimdan chiqmaydi. Qizim, bu narsani
san uchun qildik, Shahzodjon uchun, hech qachon tiling uzun bo'lmasin Shahzodga, hech qachon yuziga solmagin, erkak kishida hamma bo'ladi, hamma narsa bo'ladi hayotida deb mana shuni aytganlar. Tiling uzun bo'lmasin, esingdan chiqarib yuborgin, biz prosta yordam berdik deb mana shunaqa aytib ketganlar-da. Yo'lda keldik, uyga keldim, уже Shahzod aloqaga chiqmadi 2-3 soat. Keyin qo'ng'iroq qilib, bo'ldi, menga pul berdi, uyinglarga menga $150,000 berdi dedi. Bizani o'sha garovga qo'ygan uyimiz $150,000 beribdi. Keyin Shahzod yana pul so'rabdi undan, nimadirga. Pul so'raganda unda ikkita BMW mashinangni qoldirasan, M5 bilan M3 BMWsini qoldirasan debdi. Unga $70,000 beraman debdi. Shahzod ikkita mashinasini kaltini beribdi. Keyin pasportini, ID kartasini bergan. O'sha raspiskami nimadir yozib bergan, $70,000 olman deb, yana $20,000 ustiga qo'shib berar ekan. Nima foizmi, nima deyilardi? Protsent. Xullas yana 90,000 bo'lyapti. Mashina naqa qildi. Keyin bo'ldi. Oradan 4-5 kun o'tyapti. Orada biz zaksga topshirib qo'ydik, doktorlarga borishimiz kerak edi. Juma kirdi. Juma kuni ertalab qo'ng'iroq qilib, men jumadan chiqqanimdan keyin seni olib ketaman, doktorlarga boramiz, tayyor bo'lib tur dedi. Xo'p dedim. Kutib o'tiribman, qo'ng'iroq qilmayapti menga. 1 bo'ldi, 2 bo'ldi, 2:30da Shahzodda og'aynisi telefon qilyapti menga. O'sha biz bilan birga notariusga borgan. Jamila opa, Shahzod aka qochdilar deyapti. Nimaga qochadi? Qayerga qochadi desam, bilmayman, qo'ng'iroq qilsangiz bilasiz dedi. Unga qo'ng'iroq qilsam, telefoni qozoq tilida o'chib beryapti-da. Qochib yubordi-da. To'yga 1 oy qolganda. Men bilmayman nima qilishni, kimga qo'ng'iroq qilishni bilmayman. Ota-onamga nima deb tushuntiraman. O'sha payt uydagilarim bozor menga o'sha sarpila yig'ib, tayyorgarchilik qilib yurishdi. Nima qilishni bilmayman. Soat 7gacha kech payt menga 4-5ta bola telefon qilib, hamma Shahzodni qidirdi-da. Qani Shahzod, mendan pul oldi. Bittasi aytayapti, mendan shuncha pul oldi, menga shuncha qarz deb hamma qo'ng'iroq qilyapti. Men haligacha yaxshi gumonda bo'lyapman. Bilmayman nima qilishni, ota-onamga nima deb tushuntiraman deb bilmayman. To'shto bu bola prosta tak qochmadi, nimadir bo'lgan. Keyin kechki paytga yaqin onasi telefon qildi menga. Onasi telefon qilib, "Qani o'g'lim, qayerga qochdi? Nahotki senga aytib ketmadi?" dedi. "Yo'q, men bilmayman" dedi. "Hali uyimiz haqida bilmovdilar." Keyin yana qaytib qo'ng'iroq qilib, "Nima sizlar uylarni garovga qo'ydinglarmi Sanjarga? Nima men bilmayman" deb mana shunaqa gaplar gapirdilar. "Meni o'g'lim aloqaga chiqmayapti menga" deb. Keyin yakshanba kuni Shahzod aloqaga chiqdi menga. SMS yozdi Telegramdan. "Jamila, xavotirman, menda muammo bo'lyapti. Men 1-2 odam mendan pul talab qilyapti. O'shancha ketib bordim. Men hozir viloyatdaman" dedi. Qozog'istonlikdaligini aytmadi menga. "Telefon qolma qo'yib qo'yapti, gaplashib olmayman" deyapti. Men o'zim aloqaga chiqaman. 3 kundan keyin menga bir odam pul berib yuboradi. Men shu pulni olib kelaman-da, Real Sanjikka berib yuboraman pulni. Xavotirman, uydan haydamaydi sizlarni. Men u bilan gaplashib qo'yganman" dedi. Keyin onamga aytdim, onamga aytib berdim, o'sha ahvolimni ko'rib bildilar nimadir bo'layotganini. Onam, meni ota-onam o'zi juda ham sodda-da, juda ham sodda ular. Onam oddiy ustozlar. Endi shunaqa og'ir ahvol bo'ldi bizda. Bir kun ichida onam polностью sochlariga oq tushib ketdi-da. Adam eshitganlaridan keyin insult bo'lib qoldilar. Mana adam unaqa prosta kasal bo'ladigan odam emaslar. Keyin men nima qilishni bilmaymiz. Shahzodni uyiga qatnash boshladim. Orada sekin gap yetib kelyapti bizga. Mana Shahzod pullarni piramida qilar ekan, mana shunaqa sudxo'rlarga aralashib, mana shunaqa ishlar qilar ekan deb. Keyin men Shahzodni uyiga bordim. Onasi "Men bilmayman qayerda o'g'lim" deverdi. Keyin meni opacham bilan adam Shahzodni uyiga borishdi, onasini yoniga. Endi shunaqa adam to'g'ri tushuntirdilar. O'sha Feruza ismlari, Feruzaxon, o'g'lingiz to'g'risida mana shunaqa gaplar eshityapmiz, mana shunaqa odamlarni aldab ketibdi, birovni haqqini yeb desam, "Yo'q, meni o'g'limni aldab ketishdi. Men hech nima bilmayman. Menda unaqa o'g'il yo'q, nima qilsanglar qilaveringlar"
deb adam o'sha gap talashib qolishdi-da, keyin adam bo'pti mayli, yozsanglar yozib yuboringlar, menga farqi yo'q. Nima qilsanglar qilinglar dedi. Keyin ketishdi, keyin onasi Shahzodga yozgan, mana shunaqa kelib ketishdi deb, o'sha bizani yomonlab, keyin bola menga shunaqa so'kkag'on gaplar yozdi. Umrimda unaqa so'kish eshitmaganman. Adan yagicha so'kib, men hali mashinnikmanmi? Bo'ldi endi. Men hali piramidachimanmi? Piramida qilarkanmi? Birinchi bo'lib sizlardan boshlayman. Uxlading uyingga deb so'kib, cho'rniga tiqib qo'ydi перепискаlarni удалить qilib. Yaxshi, men hamma перепискаlarni skrinshot qilganman. Uje menga uje o'rgatishuvdi. Skrinshot qilib yur, ishonma hech kimga deb. Norasida bo'ldi. Yo'q bo'lib qoldi Shahzod. Real Sanjik Amerikada edi. Amerikadan Toshkentga uchib keldi. Rosa Telegramdan yozdi, javob yozmadi. Uchib keldi, bir tanishimiz, men bilan opacham va onam tanishimiz ko'rishtirdi Real Sanjik bilan. O'sha ofisiga borishdi. Ofisiga kirishdan oldin Real Sanjik охранниклari bor. Endi opacham aytadilar, shunaqa bizani tekshirishyapti. Даже qanaqadir серьёзнойroq davlat tomoniga правоохранительный organga kirishdan oldin ham unaqa tekshirishmaydi-da. Qanaqadir idoralarga kirishdan oldin telefonlarni olib qo'yishdi, полностью hamma yoni mana bunaqa tekshirib kirgizib yuborishdi deydi. Xuddi qanaqadir mafiyani yoniga kelyapmiz. Ular kirishdi, onam va opacham. Onam aytadilar, shundoq notariusda meni kulib kutib olgan odam, qo'li ko'ksida edi kutayotganda, o'sha qo'li cho'mchigida ensasini qottirib, kirib, menga uyga qachon bo'shatasizlar dedi. Onam aytibdilar, voy bolam, qanaqa bo'shatamiz? Nima deganingiz bu? Bu garov edi-ku uyimiz. Qidiring Shahzodni, siz bilan bo'lgan u ish. Biz даже bilmaymiz qancha pul olingan, nima qilingan. Mana qaravotda-da uyni bo'shatinglar, 2 hafta vaqt beryapman sizlarga deyapti. Chunki bu odamdan boshqa hech kim bizga yomonlik hech qachon qilmagan. Boshqa unaqa birovni haqqini yeydigan tanishimiz yo'q. Biz hammamiz ustozmiz. Biz har doim halol pul topib kelganmiz, bitta oylikka yashab, juda ham alam qilar ekan. Men tushunaman, bu hammasi sinov Allohdan. Men roziman shu sinovlarga. Lekin men yoshman, yo'limni topib ketardirman. Ota-onamchi? 70 yoshga borib qolgan ota-onamchi? Bizani rohatimizni ko'radigan payt emasmi hozir? Birovni dilini oritish eng yomon narsa. Afsuski hamma ham tushunmas ekan buni. Mayli, bu faqat bitta gapda turibdi. Doказательством bor, qog'ozga o'zingiz podpis qo'yib bergansizlar deb. Noinsof. Yana 90 ming kim qo'yyapti ustiga? 90 ming dollar umrimizda ushlamagan pul. Kim qo'yyapti? Ikkita mashinani bo'ynimizga ilib kim? Biz holatga oydinlik kiritish maqsadida ikkinchi tomon bilan bog'langan vaqtimiz ikkinchi tomonning advokati uyni oldi sotdi orqali olganini, uyni pulni Jamila opaning dadasiga berganini aytdi. Taftish o'z axborot agentligidan Marjona Eshqo'atovaman. Yaxshimisiz? Rahmat. Boya gaplashidim, nima masalada chiqyapsiz? Nima bo'ldi? Jamila opa murojaat qilganlar. Xo'p. Ya'ni shu Sanjar aka bularga nisbatan, ya'ni Sanjar aka bilan Shahzod dedilarmi, shularni birgalikda firibgarlik qilib, meni uyimni oldi degan mazmunda murojaat qilganlar. O'shanga bir ulardan intervyu oldik. Ularni eshitdik, ularning vajlarini eshitdik. Bilasiz, jurnalist xolis bo'ladi. Albatta. O'shaning uchun biz sizlarga ham telefon qilamiz. Sizlarning ham haqiqatinglar bordir. Qarang, singlim. Ismingiz nima dedingiz? Ismim Marjona. Marjona xo'p. Shahzodning ishi bo'yicha jinoyat sudiga o'zim o'tdi deyapman. Dastlabki tergov tugallangan. Uni qarorlari ham bor, hamma hujjatlari bor. O'sha Shahzodga nisbatan bu yerda Sanjarbekda hech qanaqa ayblov ham yo'q, boshqa ham chiqmadi. Jinoyat sudiga o'tdi deyapman Shahzod bo'yicha. Ikkinchi vajimiz u uy bo'yicha bo'ladi, to'g'rimi? Uy bo'yicha aytganmi? Uyda Sanjar aka uyda o'sha hozir aytdingiz, shuni xo'jayinidan notarial tartibda sotib olingan. Yonida hech qanaqa Shahzod boshqa uchinchi shaxsga emas, egasiga pul berilgan, kelishilgan holda. Notariusda, to'g'rimi? Da, notariusda. Shuni hozir xo'jayinlar nomini bilmayman, nima edi? O'sha kishiga, o'sha Jamila opani nima deganidan o'zi ham bo'lgan menimcha.
Buni hammasini dastlabki tergov jarayonida isbotlab berdik. Shuni egasi olgan, u Shahzod degan ularni kuyovimi, bo'lmay qolgan kuyovimi, nimadir o'rtada bo'lganda, bular endi undan qilolmay turib Sanjar akaga o'xshatdi-da. Keyin ikkinchi masala bor, bu uchastka sotilib ketgan. Sanjar aka uni ikkinchi odamga sotgan, Rajab Mansur degan odamga. Bular uyni bo'shatmagani uchun hozir xabarimiz bor. Rajab Mansur ham Vitlayni bo'yicha sudga bergan, fuqarolik sudiga, Olmazorga adashmasam, sudda qaror ham qilgan sen. Vitlayni qilish bo'yicha bular. Endi bular bilmadim, nima uchun Sanjar akaga qarab chiqaryapti dedi. Hech qanaqa uchun daxli yo'q, boshqasi yo'q, men tushunmadim, to'g'risi. Qarang aka, men ularning vajlarini aytaman sizga. Men Shahzod akani ko'rsatmasini ham o'qidim, deladagi ko'rsatmasini. Ular ham Sanjar akani aytganlar, ya'ni Sanjardan pul olganman, shunaqa gaplar gapirganlar. Ya unaqa narsa bo'lmagan. Keyin yana bir Mirzo Ulug'bek nimada o'sha dastlab tergovda hammasi aniqligi bor. Undan sizlarni ommaviy axborot vositalaridan haqqlaringiz bor. Tergovdan surishtiring sendan. Albatta surishtiramiz. Olmazor fuqarolik sudida ham ularning qarori chiqdi Vitlayni bo'yicha. Endi agar bilmadim, ular apellyatsiya berdimi, nima dedi, xabarim yo'q. Uni ham bir ko'ring qarorlarini. Agar kerak bo'lsa, bizlar ham taqdim etishimiz mumkin mana bu jinoyat sudi bo'yicha. Jinoiy ishga o'tdi, unda hech qanaqa ayblov yo'q Sanjar akaga nisbatan, u chetlashtirilgan. Chunki uchun daxli yo'q bu ishlarga. Ular o'zlari o'zi pulini kimgadir bergan, Shahzodga bergan, ular muammo bo'lganiga Sanjar akani oraga qo'shib tanqigansan deb turibdi. Sanjar vaholanki ularni tanimaydi mana odam. Tushunarli. Qarang, bizda qarang. Endi sizlar ommaviy axborot vositasi va to'g'ri tushunamsiz. Sudda qatnashishga sud agar ruxsat bersa, bemalol bizani hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Albatta qatnashamiz bu masala bo'yicha. Qarang. Aka, men nima gapirsam? Bemalol qatnashish mumkin. O'sha bizda notariusga pul berilgan, o'sha egasiga berilgan, buni suddan olishidan mumkin. Faqat aniqlik kiritmay turib ijtimoiy tarmoqda yolg'on bo'xton chiqarilsa, u uchun sizlar bilan alohida sudlashamiz. Aka, men qarang aka, boya ham siz kimdir ko'tardilar, telefon qilib Sanjar akani ish boshqaruvchisiman, nima kimdirman deb tanishtirdi o'zlarini. Ular ham menga aytdim, yordamchisiman dedi. Qarang, men ularga ham aytdim, sizga ham aytaman. Men o'z haq-huquqlarimni juda yaxshi bilaman. Agar men masalan albatta, men agar bilmaganimda sizga telefon qilmasdim, bu murojaatni olmasdim. Yana bir gap, biz har bitta murojaatni olishdan avval uni vajlarini eshitamiz. Ya'ni audio zapismi, nima bo'lsa hammasini tekshiramiz. Zarracha bo'lsa ham haq bo'lsa, zarracha bo'lsa ham isboti bo'lsagina biz u murojaatni olamiz. O'shaning uchun ham men sizga ikkinchi tomon sifatida bog'langanman. Ya'ni ularning audio zapislari bor bizda. Audio zapislari bor. Tergovdan o'tgan, uni qaysini qanday qilishni usulda nima? Huquqiy to'g'ri. Albatta. Tergovdan ham oling, tergovchi bilan bir gaplashing. Keyin fuqarolik sudida, endi u yoqda to'g'ri Rajab Mansur nomidan bo'lgan, u yoqda undan men uncha xabarim yo'q, lekin yutib chiqishganini bilaman Vitlayni bo'yicha. Men jinoyatdan xabarim bor. Bu kishini ayblov yo'q deb chiqarilgan, Shahzodga nisbatan jinoyat sudiga topshirildi. O'sha hamma vazlarni olingda, iltimos. O'zingiz analiz qilib, keyin bir xulosaga keling demoqchiman-da. Albatta biz har tomonlama o'rganib, hamma qaror, sud qarorlari deymizmi yo tergov jarayonlaridagi masalan ko'rsatmalarga ham. Daji yana bitta narsani aytdilar, Sanjar akani o'rtog'i Shahzod akaga advokat bo'lgani haqida ham aytdilar. U bo'yicha ham hamma tomonlama o'rganamiz. Shunchaki sizdan ham eshitaylik dedik vajini. Endi men bilganimni sizga aytdim, endi mana o'zingizga tushunarkansiz. O'sha hammasini analiz qilib, hammasini tagiga yetib, sud ham qonun chiqaruvchi organ, ularni hamma shu qonunlarini, qarorlarini ko'rib, iltimos ikki tomonni o'shandan keyin bir xulosa qiling degan niyatda chiqdim. Albatta aka, biz sizlarni ham xohlasangiz mana shu suhbatimizni ham qo'yib beramiz, xohlasangiz. Mayli. Xohlasangiz shu suhbatimizni ham qo'yamiz. Keling endi murojaatchida bor bo'lgan dalil va isbotlar bilan tanishamiz. Bu uyni pulini Sanjar ismli shaxs Jamila opaning dadasiga emas, Shahzod ismli shaxs olgani bo'yicha suhbatning skrinshotlari. Shu bilan birga audio zapislarni ham taqdim etamiz. Eslatib o'tamiz, ovoz o'zgartirildi. Sen aytibsan, Sanjar akadan pul olgandim.
protsentini berolmayotganimga endi qamataman deyapti. O'shani protsentini to'lashim kerak. Bu nimadir debsanmi? Ish qilib Sanjar akaga berishim kerak deb oluvdingmi? Sizni aytuvdi nomingizni. Hozir yozsam siz ham kirib ketasiz. Siz ham kirib ketasiz. bo'lmagan-ku. Sanjar aka umuman gapirmaganmisan? Yo'q, unaqa gaplar bo'lmagan. Nima? Qatdan o'tdinoq gaplar, ha? O'g'lim to'g'risini aytgan, rostdan-da Sanjar aka hozir senga yordam beraman deyapti-da, ular bilan gaplashsa, sizni nomingizni mana bunaqa qilgan, siz unaqa qilgan, siz foizga o'tkazgan ekansiz. Hozir men Sanjar akadan yoshligimdan ishlardim. Как otamdek yaxshi edi. Endi bo'lsa meni foizga o'tkazib qo'ydi. Endi meni hozir vmagat qilyapti. To'ygacha qamatib yuboradi, pul bermasam deganmish. Deganmishsan. Yo'q, qani tashlasan, audiosi bor ekan, tashlasan bo'lsa. Yo'q, shunaqa dedi menga Sanjar aka, ishonasan. Yozibdimi? Yozib olgan bo'lsa kerak. Keyin aytibdiki, u Shahzod kelib debdi, menda hamma so'ragan gapirdi. Men yozib olganman nima deb so'raganini. Menda audiosi ham bor debdi. Shukur qasam ham ichibdimi? Shunaqa deyapti Sanjar aka. Ha, nima uni gapini aytyapti, meni gapimni aytyapti Sanjar aka. Unaqa narsa bo'lmagan. U qasam ichibdi, Shahzod shunaqa degandi. Sanjar akaning puli, Sanjar akaning foizini bera olmaganimga meni vmagat qilyapti, qamatib yuboradi debsan. Sirtlarni qarang, voy billahi, vashshi unaqa gap bo'lmaganda, opa. To'g'risi. Meni chaqirib, o'ziga avrab qilishgan shu ishni. Opa, xudo haqqi, nima bu? Hop, sen nima degansan, nima problema kirganman degansan, pul to'g'risida so'rashsa nima degansan ular? Problema demaganman. Menda hozir deganman, mana bunaqa narsa deganman. Hozir menda возможность bor, 200 ming tiqib 4-5 barobar ko'proq pul ishlab olish deganman. Tushundingizmi? Bo'ldi, mana shu narsadan foydalana olsam deganman. Bu bir marta bo'ladigan shans deganman. Bo'ldi, foydalanmasam bo'lmaydi. Mana shu 200 ming tiqishim kerak. Shuning uchun pul qildirib yuribman dedim. Bu qanaqa Sanjar aka, причем Sanjar aka hozir. Shunaqa shantaj qilib pul olishmoqchi demay ular, to'g'rimi? Siqirt odamlar ekan, ko'rdingmi o'g'lim? Shular bilan pul olib o'tiribsan tag'in. Bu adasi davlat ishchisi Sanjar aka mentligini biladi. Uzatga olganini biladi. O'shaning uchun hozir Sanjar akani o'zicha qo'rqityapti. U tuppoylar emasmi? Yozsa nima deb yozadi? Kuyovimga afon tiqib berdim deydimi? Nima deydi hozir yozsa? Hech narsa qila olmaydi, hech narsa. Tushunasizmi? Endi bular ko'chada qolib ketadimi? Uyni olib berasanmi, bolam? Opa, mana shunaqa ishlar qilyapti-ku, jinnimi bular? Yo'q, qilsa qursin, bari ular qo'rqib ketgandan qilyotgandir. Birovni uyini olib berasan-a, qachon nechinchi slotda olib berasan, shakaga shularni o'chadimi? Baribir ko'chada qolmaydimi bular? Yo'q, hop, mayli opa. Просто-chi yoqmayapti menga bular qo'ygan ish, opa. Siz bilmayapsiz-da. Tuhmat qilishyapti, juda qattiq. Men yomonlashyapti Sanjar akaga. Mana sizlar yordam beraman dedinglar, mana shu ahvolga qoldinglar, lekin meni ham tushuninglar, men pul berganman Shahzodga. Mashina ham olish kerak ekan-ku, ikkita mashina. So'rang, nimaga olish ikkita mashina? Uni ham garov evaziga tashab ketgan ekan. Shunga nima qilishni bilmayapmiz. Hozir mana bu qat'iyatli gapiryaptilar. Mana 2-3 ta tanisham bu yerda o'tiribdi. Aytyaptilar, meni ham tushuninglar, men nimaga naq qilishim kerak? Menga svязga ham chiqmayapti 2-3 kundan beri. Men shu top beraman dedi, yo'q. Ishonasizmi? Bu ovozim chaqirishdi. Meni ham kechirib telefon rudida bo'lganman. Men ham yozib berdim, bedarak ketgan. Nima qilayman? Hozir nima qila olaman? Biz nima qilaylik? Biz hozir uysiz qolyapmiz. Hozir menga aytishingiz kerak. Deshaqlab, hozir bu juda ham bezvaqtli положение. Meni ham tiqib qo'ydinglar. Hozir Sanjar akaga qilaychi, men. Qo'ychi.
Men yomon gap gapirganim yo'q. Men so'radim, aloqaga chiqyaptilarmi, yo'qmi deb. Nima qilganingiz bu? Nima meni so'kib tashlayapsiz siz? Мы тебе наш дом прописали, понимаешь? Ты пропал. Nimaga men vinovat bo'lar ekanman? Не ты же нам свой дом прописал, а мы вам. Ushbu dalil isbotlardan so'ng savol tug'ildi. Bu ish uyushtirilib qilinmaganmikan? Nega shuncha dalil isbotlarga qaramasdan bu jinoyat ishiga Sanjar ismli shaxsni qo'shishmadi? Nega bir fuqaroni oilasi yaxshilik qilaman deb ko'chada qolishga davlat xodimlari jim qarab turibdi? Ushbu holatlar bo'yicha yuqori turuvchi mutasaddi xodimlar qimmatli vaqtlarini ajratib, dalil isbotlarga alohida e'tibor qaratib, qonuniy choralar ko'riladi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz bu mavzuga yana qaytamiz.